tumanidagi Samarqand davlat universiteti maktab Urgut filiali pedagog kodirlarni o'qitish fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi 201 guruh talabasi Umarova Sevinchning tabiat bilan tanishtirish metodikasi fanidan tayyorlagan taqdimotdir. Bugungi mavzuimiz xorijiy mamlakatlarda tabiat bilan tanishtirish dasturi reja xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limda ekologik tarbiyaning ahamiyati. Ikkinchi reja Yevropa mamlakatlarida tabiat bilan tanishtirishning dasturi. Uchinchi reja xorijiy tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari. Chet mamlakatlarda ta'lim va tarbiyani ekologiyalashtirish O'zbekistonga nisbatan barvaqt boshlangan. Shimoliy Yevropa va Amerika mamlakatlarida atrof muhitni muhofaza qilish strategiyasidan uning holatini hamma bosqichda nazorat qilishga tomon qaratilgan. Mazkur davlatlarning ichki va tashqi siyosatlarining barcha sohalarida atrof muhit muhofazasi masalalari kiritilgan bo'ladi. Yangicha yondashuvning diqqatiga sazovor tomonlaridan biri jamoatchilikda turli xil ekologiya axborotlarini erkin olish va tarqalishiga hissa qo'shadi. Yaponiya va Janubiy Koreyada ekologik tarbiya bolalarda intizom, tejamkorlik va tabiatga hurmat kabi qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'ladi. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, erta yoshdan berilgan ekologik ta'lim bolalarning ongida tabiatga mehr, mas'uliyat va ekologik madaniyat mustahkamlaydi. Bu esa kelajakda atrof muhitni muhofaza qilish va faol hissa qo'shishga oladigan avlodni shakllantirishga zamin yaratadi. Germaniyada yangi o'rmon bog'chalari keng tarqalgan bo'lib, bu yerda bolalarning asosiy vaqtini o'rmon ichida o'tkazadi, tabiiy materiallar bilan o'yin o'ynaydi, ekologik masalalarni amaliy misollar orqali o'rganadi. AQSh va Kanadada qo'llanilgan yondashuv bolalarni mustaqil tajriba orqali o'qitish, tabiiy materiallar bilan ishlash va ekologik muammolarni oddiy misol orqali tushuntirishga yordam beradi. Bu metodlar O'zbekiston bog'chalarida ham amaliy mashg'ulotlar orqali qo'llanadi. O'zbekistonda bog'chalarida ham amaliy mashg'ulot orqali qo'llanadi. Yaponiya tajribadagi tejamkorlik, tartib, intizom, chiqindilarni asrash, saralar